Hatta odamlarda yomon fikrda qilib qo'yibsan. Sizga borayotgan odamlar o'zi qip-qizil jinnilar boryapti. Sizni otaxon prosta odamlar tushunmayapti. Siz yangi texnologiyasiz. Folbin emassiz, sehrgar emassiz. Yo bir kiyik o'tidan bir choy ham qilib berayotganingiz yo'q odamlarga. Dori-darmon yo'q. Bismillah yo'q, ko't yuvilmagan. Kuf-suf qilyapsiz, bilmayman, bunday qilyapsiz. Yaxshi bo'lib ketyapti. Bu texnologiyangizni butun dunyo tushunmayapti hozir. Olimlar ham hayratda. Ibn Sino agar tirik bo'lganda, prosta og'zi ochilib qolgan bo'lardi. Bu kim? Qayerdan keldi? Videoni ko'ramiz. Biz bemorlarga to'g'ri Alloh yo'lida qarayapmiz. Bizni noto'g'ri ko'rsatib yozyapsanlar. Bemorlarga Alloh yo'lida qarayapsizmi? Zo'r. Skidkasi bormi? Skidishni kartangizni chiqaring endi bir ko'raylik bir. Nech pul olasiz endi bu? Qanchadan tushdi endi? Hey, bobo. Oldi kara. Sanlarga xudo bor, xudo xolis tomosha qilasan. Sizga ham xudo bor. Odamlar kirishiga men muhtoj emasman. Reklamaga muhtoj bo'lmasangiz nima qilasiz? U videolaringizni internet tarmog'iga qo'yib. Tanlarda hammangni ushasiz. Noto'g'ri yozib turganlarni. Allohga topshirdim men sanlarni. Eshitdilaringmi? Kommentariyada yomon yozmanglar. Allohga topshirib qo'ydi. Erta hammani qiyomatda yaqqasdan ushlaydi. Yangi texnologiya, ehtiyot bo'lasizlar. Через Sputnik, через chaqmoq orqali uradi sizlarni.